Ben, benim ismim Amine Muhammed Emin. Ben vatanimning Xotan shahar Jiyza 4-chi kenti 4-chi mahalla 169 numberlik ailedan. Ben ailemdekiler için türmege kirip ketken yo'ldoshim, anam, enim için guvohlik bermoqchi. Ben 2016 birinchi ayning 29 kuni Turkiyaga keldim. Turkiyaga 4-chi balam bilan 3 yoshli bir balam yo'ldoshim men 5 hamile Turkiyaga keldim. Turkiyaga kelib meni Turkiyaga yerleştirib yo'ldoshim kirib ketdi. Kirib ketib aralaqda shu 3 ay meni Turkiyaga chiqish sababim bo'lsa 5-chi balamga hamile qilib qoldim. Artıq bal tug'moq cheklanganlik uchun miyaga chiqib balamni qo'dab qilish uchun miyaga chiqib yashash maqsadida Turkiyaga chiqdik. Aile bo'yicha pasportga başvurgan bo'lsakmi, lekin yo'ldoshimning mening 3 yoshli qizimning pasporti chiqdi, qolgan bolalarning pasporti chiqmadi. Uydagi bolalarniki pasportini chiqarib bo'lgandan keyin uydagi bolalarni olib chiqay deb yo'ldoshim kirib ketdi. Kirib ketib aralaqda 5 yil tug'dim, to'qa vaqtimda chiqib hafta turib kirib ketdi. Yana 8-ci ayda biri chiqdi. O vaqtim bolalarimning pasportini qildirib bo'lamabdi ekan, olmay chiqibdi. Yana men bolalarimni olib chiqmay deb kirib ketib, shu oxirgi 2017 birinchi ayda tutilib ketganligini xabarini oldim. Hech qanday gunoh yo'q, faqat urug'iy bo'lganlik uchun. Ya'ni shu Turkiyaga chiqqanligi gunosi meni, ya'ni Turkiyaga chiqqanlik bizga mana bolalarimga meni xarajatim uchun pul sepberganlik sababi bilan gunoh yozilib 15 yillik qamoq jazosi beribdi deb anladim. Anam bo'lsa 2016 Turkiyaga chiqib shu 3 oy turib seyahat qilib 3 oydan keyin kirib ketdi. Anamning yaşı 60 yaş keraklik. Anamga 10 yillik öyküsü tuttu deb anladım. Ufkamni 2017 3-ci ayda davolanqa chiqqan. Mavu yo'ldoshim, mavu anam bo'ldi. Mavu ufkam 24 yaş vaqtida chiqdim Turkiyaga. Shundaroq ufkamni shu Turkiyaga beqo'lim meyibdi. Turkiyada davlat doktor var ekan, bek usti davolatgan deb shu qo'lini davolatish uchun chiqdi Turkiyaga. Turkiyaga chiqib operatsiya qilib, undan keyin tezliklik davolaymiz, yani 3 oy tezliklik davolash yaparmiz deb ashla deb davolanishni qilayotgan mezgilda 3-ci ayninki 5'ida telefon keldi dadamdan. O vaqtda tamamen urug' tuqqanlarim hammaylardan yani aloqamiz uzilib turgan vaqtda ko'rishamay ular bizni shu qachlamay ko'rishsak mana shunda bek ko'rishamay aloqalanmay qilgan vaqtda jayni 10 qadar kelib bo'lmasangiz shu nimada turmuga silyotgan sizningki faqat Turkiyada bo'lganlik sababingiz bilan men turmuga tashlayotgan silyotgan 3-ci 10 ko'p bilan deb boshladi. Ukamning davolanish tugamay turib Turkiyadan kirib ketdi. Men sabablik dadam bir yaş bo'lib qolsin deb kirib ketgan hech qanday xabarni olmadim. 2018 bir do'stim bilan kurashdim. Shu orqali shu ukamniki shu yo'q turmaga suvni qolib ketgan tarbiyalashga akirib ketib shunda izdirgi bo'lmaganligini yo'ldoshimning 15 yillik kasalligini anam 10 yillik kasalligini uchun enemning hech qanday izdirgi yo'q, yo'ldoshimning hech qanday izdirgi yo'q, aloqasim yo'q, uydagilar hech qanday ko'rishamay shunda xabarni ololmaganligimdan xabarni oldim. O yerda qolgan bolalarim
Yo'ldishimniki Turkiyaga chiqib, pasportni tarjima qildirib, pasportni tarjima qilgan nimasi. Bu yangi. Ma'vatanda qolgan bolalarni. Küçük balam. Buniki yeşi, çoğun kızım 13 yaş girdi, oğlum 11 yaş girdi, kızım 9 yaş girdi, hazırkı işi. Yo'ldishimniki aile nüfus defteri. O şu Xitay kimlik mana tug'ilgan kuni 1983 yılı tug'ilgan 9-21 kuni tug'ilgan. Uyiniki adı Şinjan Xotan şəhəri G'arbiy Beyjing yo'li. Turbaq ahali o'ltiraq rayoni 161 numurluq oilada. Ana nimasi kimlik numurlari mana bu. İsmi Qurbanjon Tudubaqi. Muşlarniki faqat Uyg'ur bo'lganligi uchun hech qanday gunohi yo'q. Faqat Uyg'ur bo'lganligi uchun Türkiye'ye çıkış, yani çevreye çıkış olan her qandaq bir insonniki boshqa davlatlarga sayohat normal eng sapılanınki Türkiye'ye siz boshqa davlatga beribsiz deydiganqa deb 10 yillik 15 yillik O'zbekiston haqqi yo'q. Ular faqat urug'iy bo'lganligi uchun shunda turmaga tashlanib yuribdi. Ularninki dunyoninki şu Birleşken Devletler Teşkilatı her qaysi qonun organlarini, anamni, yo'lishimni, inimni va boshqa qarindoshlarim va akam va avlod mamtimin. Unimi tutuqliqga qancha yil o'tkazdi, o'zlariga bormi yo'qmi uni xabarini olamadim. Qachonmi yo'lishimni tutibdi deb oldim. Mening yo'ldishim bir oiladan mening yo'ldishim onam, akam, inim, oshlarimning yo'ldishlari har kishini hammasini tutyapti. Ularningki hech qanday bir jinoyat ishlaydigan eski insonlar emasligiga, ya'ni yaxshi insonlarligini guvohlik beraman. Ularning hech qanday gunohi yo'q. Ularning faqat urug'i bilan ularning şu Xitayning zulmi sababli shu narsada bolalar 5dan biri onasiz, dadasiz yaşamoqda. Bolalarimning şu an 5 yildan beri ovozini olmayapman. Hayotmi o'ldim bilamadim. Dünyada bütün insanlar 21. yüzyılda yaşayotimiz. Telefonu dünyanın ki o hujjatgacha har qaysi davlatlarda bo'lsa telefonda ko'rishaoladi, bir-birini ahvol so'raoladi. Va shu gunohsiz narsada bolalarimning hech qanday gunohi bo'lmagan ota-onasi bilan ko'rishish, ota-onasi bilan yana turish, mehr muhabbatiga erishish haqqi bo'lgan shu narsada bolalar ovozini 5 yil bo'ldi olmayapman. Hayot yoki o'lganlik shuning uchun qonun organlaridagi tashkilotlarning yordam qilishini, shu narsada bolalarimning yanama kelishini, ailamga jam bo'lishim uchun yordam qilishini chin qalbimdan umid qilaman.